Mana sizlarga hozir boyagi 50 videoni qanaqa qilib montaj qilishni o'rgataman. Buning uchun sizlarga mana shu programmalardan bittasi kerak bo'ladi. Xohlasanglar Premiere, xohlasanglar Ven, Edit yoki misol uchun CapCut qilsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga men osonrog'ini ko'rsataman. Bu Edit programmasi. Bu programma sizlarda yo'q bo'lishi mumkin. Agar yo'q bo'lsa, buni agar Android telefon bo'ladigan bo'lsa, sizlar buni Play Marketdan, agar telefoningizlar iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Storedan yuklab olasizlar. Bu hech qanaqa tekin programma. Yuklab olganingizdan keyin ichiga kirasizlar. Ichiga kirgan paytingizda sizlarda mana shunaqa bo'lim bo'lishi mumkin yoki bunaqa bo'lishi mumkin. Har xil bo'lim bo'lishi mumkin. O'shani sizlar mana o'rtadagi bo'limga to'g'rilab olasizlar. Mana pastda plus bor. Plusni bosib turib, mana kamera yoki galereya chiqadi. Galereyani ustiga bosamiz. Mana videoni tanlab olamiz. Videoni tanlab olganimizdan keyin mana videomiz tushdi. Endi biz buni pastiga boshqa video qo'yishimiz kerak. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun videoni bunda ustiga bosib qo'ymaymiz. Mana bo'sh qora joyiga bitta joyiga bosib olamizda. Mana sursanglar overlay chiqdi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana sal surganimizda mana overlay degan bo'lim chiqdi. Bu endi overlayning ustiga bitta bosamiz. Sizlarda ruscha bo'lishi mumkin. Yana mana shu belgisiga qarab ajratib olasizlar. Mana bu yerdan sizlar kameraga olishingiz mumkin yoki galereyadan tanlashingiz mumkin. Mana galereyani bosamiz biz ustiga. Galereyani ustiga bosganimizdan keyin mana bu yerdan hozir bitta video tanlab olamiz. Masalan, biz mana bitta videoni tanlab oldik. Hozir video saqlanib bo'lyapti, yana ichiga tushyapti. Video joylashdi. Endi qaranglar, buni videoni ustiga bosib turib, mana ko'tarsanglar bo'ladi. Buni ko'targaningizdan keyin buni pastroqga tushirib, uni kerakli joyini kesib olishingiz mumkin. To'g'ri, masalan, sizlarda buni tepasi emas, masalan, o'rtasi kerakroq bo'lsa, aniq tushib qoldi-ku desanglar, buni qaranglar, ustiga bitta bossanglar, salgina yurgizsanglar, mana bu yerda crop degan bo'lim bor. Mana shu значокka e'tibor berasizlar. Ruschada bo'lsa, boshqacha bo'lishi mumkin. Mana shu crop ustiga bitta bosasizlar-da, buni kerakli joyini bunday kesib olasizlar o'zingizlarga. Buni kesib oldinglar, mana. Okey, bitta bosamiz va buni yana ustiga bosib pastroq yarmigacha surib olamiz. Endi mana qaranglar, meni yuzim ko'rinmayapti. O'sha yuzim ko'rinishi uchun men o'zimni bunday teparoqga siljitaman mana. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana shunaqa 50 video tayyor bo'ldi. Mana ko'rdinglar, mana. Mana video tayyor bo'ldi. Agarda sizlarda mana bitta qo'yib olsanglar, yana davomiga yana boshqa qo'yishingiz kerakmi? Davomiga yana boshqa qo'yishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana buni misol uchun kesib tashlashingiz mumkin. Qayerdandir kesish uchun mana ustiga bitta bosib turib, mana bu yerda ustiga bossanglar, mana birinchi bo'lim chiqadi, mana split yozib turibdi. O'shani bitta bosamizda, bu yerdan delete deb bosib kesib tashlaymiz. Endi yoniga yana qanaqa qo'shamiz? Plus bosib qo'shsak bo'ladimi desanglar, yo'q. Yana xuddi shunaqa overlayning ustiga bitta bosamiz, yana galereyani bosib, boshqa videoni olib kelasizlar. Yana xuddi shunaqa joydan davom ettiriladi va buni ham xuddi boya o'rgatganimdek mana tortasizlar, kerakli qismini qoldirasizlar va buni tepasidan yoki pastidan kesib olish uchun mana bu yerda crop degan bo'limdan yana tepasidan kerakli qismini kesib olasizlar va bu yerdan to'g'rilab olasizlar yarmigacha. Misol uchun yarim tepasida bu qolsin, pastida bu qolsin, mana o'zgaryapti videoylar. Shunaqa qilib 50 video qilib olasizlar va buni oddiy tarzda tepadan saqlanib next knopkasini bosish orqali saqlanib qolib olasizlar, bo'ldi. Bu unaqa juda qiyin narsa emas. Qo'ygan muzika qo'yishlarni o'zingizlar bilasizlar. Agar yo'q, mana shu muzika qo'yishlar boshqa mana shu edit programmasini polni o'rganmoqchi bo'lsanglar, tepada videolarimni bittasini ko'rsanglar, edit programmasi bo'yicha to'liq darslik tayyorlaganman. O'shani olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Endi sizlarga tekin bo'lgan mana Venni o'rgataman. Chunki CapCut'ni baribir ko'pchilikda pulli bo'lib sotib olmaydi. O'shaning uchun men sizlarga mana Ven programmasini qanaqa yasashni o'rgataman. Mana videolarni tanlab olasizlar. Videolarni tanlab olganingizdan keyin mana bunday juda ham oson. Tepasida qaranglar, mana yana bitta kartinka qo'shadigan bo'lim bor. Shuni ustiga bitta bosasizlar, mana fotosini bosib, bu yerdan qo'ymoqchi bo'lgan videolarni tanlab olasizlar va videoni bunday kattalashtirib olib, yarmigacha qaytarib, uni boyagidek kesmoqchi bo'lsanglar, bunda ham xuddi shunaqa qaranglar, mana to'g'rilab olasizlar. To'g'rilab olasizlar, buni kerakli joyini kesib olishlarsizlar, yana boyagidek kesib olasizlar. Buni ustiga bosib turib, bundan so'rsanglar, bunda ham xuddi shunaqa crop degan yozuv chiqadi. Bundan bunday hozir nimaga bunaqa kesyapti? Chunki bu yerda original holatida qolsin deb. Men free knopkasini bitta bosib qo'yib, mana bunaqa kerakli joyini kesib olib, pastroqga suramiz va meni yuzim ham ko'rinmayapti. Ko'rishingiz mumkin. O'shani ko'rish uchun men yuzimga bitta bosib, mana videolar, pastdagi videolarning ustiga bosib, buni tepaga surib olasizlar o'zingizlar chiqqancha. Mana
Endi mana ko'rishingiz mumkin. Mana video chiqdi. Bunda yana qanaqa qo'shsa bo'ladi davomiga desanglar, oxiriga o'tib turib, mana video tugagandan keyin mana yana bir marta tepadagi plus knopkasini bosib, yana fotos bo'limidan boshqa videolarni olishingiz mumkin. Mana videomizni oldik. Mana videolarni oldinglar. Mana videomizni oldik. Yana buni kerakli qismini kesib olish uchun yana buni bu yerdan cropda kesib olamiz. Free knopkasini bosib kesib oldik deb mana. Yana 50-50 qo'yib oldik. Mana yana joyidan davom ettirib ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin 50-50 videomiz bo'ldi. Mana bu yerda qaranglar, sal farq qilgan, o'shani to'g'rilab olasizlar. Mana siz teparoqga surib, bunda yana agar mana shuni sal surilmay qoldi desanglar, bundoq buni tepaga ham chiqarib olsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar mana. Ustma-ust ham chiqarib qo'ysa bo'ladi. Mana shunga qarab turib, mana orasida ozgina farqi bor. O'shani bundoq qilib ozgina tepaga surib olasizlar. Mana bo'ldi. Bundoq qilasizlar. Bo'ldi. Orasida orada ochilib qoldi, ko'rdinglar? O'shani yopib olasizlar mana bunaqa qilib. Bo'ldi. Shu bilan sizlar videolar tayyor. Bemalol mana bundan bu knopkani bosib, mana bu yerda nastroykasini o'zingizga qarab to'g'rilasanglar bo'ladi. Masalan, Full HD 30 o'z Instagram so'ragan format. Shuni bosib eksport qilish orqali bemalol foydalansanglar bo'ladi. Buni menimcha qolganini bilsanglar kerak. Mana buni o'chirib qo'yasizlar oxiridagina. Muzika qo'yish mana bu yerdan, tekst qo'yish mana bu knopkadan. Tepadagi mana bitta tepasidagi mana bundan tepasidagi mana bu audio mana knopkani bossanglar tekst qo'yadi, bunisini bossanglar muzika qo'yadi. Xuddi shunaqa qilib ishlatib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, shunaqa gap.